Bismillah. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Farg'ona tumani Xorojin Kavoy. Birinchi darsimiz davom etamiz. Xudo xolsa kirish qismini gaplashib oldik. Endi bu yog'i dars qismiga o'tamiz. Shoshilmasdan, bir boshdan tushuncha berib o'rgatib ketaman. Yaqin davr mobaynida biz o'rganadigan narsalar. Biz bugun sizlar bilan nimani o'rganamiz? Oppoq ekranda sizlar bilan o'rganadigan narsalarimiz bor. Birinchisi biz nimani o'rganamiz? Birinchisi sanoq sistema haqida tushuncha olamiz. Ya'ni sanoq sistema nima o'zi? Sanoq sistema nima haqida gaplashamiz. Ikkinchisi Rim raqamlari haqida gaplashamiz. Ya'ni sanoq sistema turlari bo'lsa, Rim raqamlari haqida gaplashamiz. Uchinchisi qo'shishni o'tamiz. Qo'shishni. To'rtinchisi ayirishni o'tamiz. Bilganimizcha. Beshinchisi sizlar bilan sanashni o'rganamiz. Sanash. Ya'ni sanoq sistemalar sanash. Ya'ni bugun 5 ta narsa haqida gaplashamiz. Rim raqamlari, qo'shish, ayirish va sanash haqida gaplashamiz. Umuman sanoq sistemalari bu informatikaning asosi, chunki bu informatikaning asosini bilmay turib boshqa narsaga erishish mumkin emas. Shuning uchun men bugun asosiy urg'uni shunga berib o'tib ketdim. E'tibor bering, sanoq sistemalari bir kishi ovozimni tekshirib bersin, ya'ni ovozim yaxshi. Ekran yaxshimi? Yaxshi ustoz. Yaxshi, mikrofonlarni o'chirib qo'yasizlar. Men hozir video zapisni ham tekshirib olay, chunki bo'lmaydi. Zapis ketyapti. Ketdik. Demak, sanoq sistemalari. O'zi sanoq sistemalari nima? Noldan boshlab o'rganamiz. E'tibor beringlar, sanoq sistemalari bu hayotda biz ishlatadigan, matematikada hayotda ishlatadigan narsalar, ya'ni sanoq uchun ishlatadigan narsalar. Misol uchun sanoq sistemalari. Sanoq sistemalari. Biz eng biladiganimiz bu hayotda ishlatadiganimiz bilsalaring, misol uchun onli sanoq sistemasi bor-da, onli deymiz. Bular tarkibiga bilasizlar, nimalar bor? 0 bor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lardan tashkil topgan. Ya'ni bu onli sanoq sistemasi deyiladi. Tarkibida mana shular bor. Ya'ni 0 dan 9 gacha va shular orqali biz raqamlar raqamlardan sonlar. Mana bu 0 bu raqam. 0 bu raqam. 0 bu raqam. 9 ham bu raqam. Va mana shu raqamlardan sonlar hosil bo'ladi. Sonlar hosil bo'ladi. Misol uchun onli sanoq sistemaga misol sonlar. Misol uchun nechi bor? Bir ham o'zi ham raqam, bu ham son. Misol uchun 235. To'g'rimi? Misol uchun 992.8. Bu ham biz uchun bitta son. Ya'ni raqam bilan sonning farqi mana shu. Klaviaturada yozsa-chi degan taklif qilishyapti. Yo'q, bu misol ishlanadi. Yo'q, bu sinovdan o'tgan, naqada yozmaymiz klaviaturada, chunki sanoq sistemada hozir asoslari bilan ketaman-da, shuning uchun mana shunda ketamiz. Ustozlar yaxshimi? Ekran yaxshimi? Raqamlar ko'rinyaptimi? Mikrofoni borlar. Ko'rinyapti. Menimcha tiniq, 1-2-3lar bilinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Yaxshi, tiniq menimcha. Ketdik, davom etamiz. 992.8 ham bu bitta bizga raqam. Endi qaranglar, onli sanoq sistemasi bu eng o'rganganimiz. Endi informatikada faqat bundan ishlatmaymiz-da, boshqa sanoq sistemalari ham bor. Hayotda hammasi o'ylab topilganlari bor. Juda ham ko'p sanoq sistemalari. Biz sanoq sistemalaridan asosan nazariy qismi ko'p. Buni keyin o'tamiz. Men nazariyani yomon ko'raman. Ishlaydiganni o'rganib ketaveraylik. Ishlaydiganlari ko'prog'i biz sanoq sistemalari ichidan informatikadagi Rim sanoq sistemalari ko'proq bizda savol tushadi amaliy ishlash uchun va mana bu 10li, 2li, 8li, 16lilar ko'proq tushadi. Endi sanoq sistemalarini boshqa turlari ham bormi? Boshqa turlari qaysilar? Ketdik, davom etamiz. Kelinglar qorada yozaylik. Birinchisi sanoq sistemasi turlari. E'tibor bering, keyingisi ikkilik sanoq sistemasi bor. Ikkilik sanoq sistemasi bor.
ikkilik sanoq sistemasi. Buni tarkibida raqamlar bor. 0 va 1 va 0 va 1. Ikkili sanoq sistemasi 0 va 1. Demak, nechta raqamdan tashkil topgan? Ikkita raqamdan tashkil topgan. 0 va 1. 0 va 1. Endi men son tuzishda mana shu 0 va 1 dan foydalanaman xolos. Misol uchun mana bu yerda ixtiyoriy son tuzaman. Misol uchun misol raqam son tuzaman. Misol uchun 10. Misol uchun 110. 111 butun 10 va hokazo. Endi mana shu raqamlar 0 va 1 qatnashganlar 10, 110, 111. Men ikkili sanoq sistemasida mana bu raqamlardan boshqa narsa ishlata olmayman. Lekin e'tibor bering, mana bu 10, 10li sanoq sistemasi, ya'ni 10lik sanoq sistemasida ham borligi uchun bitta qoida bor. Sanoq sistemalarida indeksiga o'sha sanoq sistemani qo'yib qo'yiladi. Mana bu yerga bunday qilib 2 qo'yib qo'yaman. 2 qilib yozib qo'yaman. Shunda nimani bildirasa, ko'proq qovusga ham olib qo'ygan holatlari bo'ladimi bunday qilib. Lekin indeksi pastda 2 turgan bo'lsa, demak 12lidan biladi. Chunki 10 10lida ham borda, 10lida ham 1 bilan 0 bor edi-ku. Shuning uchun ajratish uchun bizda sanoq sistemasida mana shu holatlar bo'ladi. Demak, ikkili sanoq sistemasida 0 va 1 bor ekan. Shuni bilib oling. Ya'ni belgilari 0 va 1. Va shundan millionta son yasasangiz ham, minusli ham, plyusli ham yasasangiz ham bizda ikkili sanoq sistemasi bo'ladi. Endi bundan tashqari boshqa sanoq sistema, eng ko'p ishlaydiganlardan yana bittasi bizda 8lik sanoq sistemasi ishlaydi bizda. 8lik sanoq sistemalarida bizda endi qaysilari bor? Endi 8 sanoqda 8 ta element bor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7. Mana shular 8 sanoq sistemasida bor. Demak, 8 yo'q. E'tibor beryapsizmi? 2likda o'zidan pastlari bor edi, 8likda o'zidan pastlari chiqyapti. Endi mana shulardan endi sonli yasayman, ya'ni sonlar, son yasayman, son. Misol uchun 715 bo'ladi. Chunki 7 bitta, 1 bor, 7 bor, 1 bor, 5 bor. Keyingisi misol uchun 346 butun 7 va hokazo. Bir nechta xonali ham bo'lishi mumkin, faqat bitta narsa qilib qo'yaman. Pastiga nima qo'yib qo'yaman? 8 qo'yib qo'yaman. Sababi 8 qo'ymasam, sanoq sistemasidagi boshqa sanoq sistemada bu 10li ham borda bu yoqda. Shuning uchun pastga 8 qo'yib qo'yaman. Endi 8li sanoq sistemasida misol uchun 914. Bunday qilsam to'g'ri bo'ladimi? Yo'q. Chunki mana bu 9 bitta bo'lmaganligi uchun mana bu misol xato hisoblanadi. Faqat 8 sanoq sistemasida 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lardan boshqa raqamlarni ishlata olmayman. Hali bunga yana qaytamiz. Demak, tushunib olyapsizlar-a? Ikkili sanoq sistemasida 0 va 1, 10li sanoq sistemasida 0 dan 9 gacha va 8lidan 0 dan 7 gacha. Keyingisi eng qizig'i bor bizga 16li sanoq sistemasi bor. 16lik sanoq sistemasi. Endi 16li sanoq sistemasida nimalar bor? E'tibor bering. 16. O'zimni qoida bilan aytib ketay. 16 deganda hali e'tibor beringlar, 8likda o'zidan kichkinasigacha bitta qoida bor. Hamma sanoq sistemasida o'zidan kichiklari bo'ladi. Demak, 16likda ham nechigacha bo'ladi? 1 dan 15 gacha bo'ladi. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 sig'dirdim bunday qilib. E'tibor bering, mana bitta 0 qolib ketibdi. 0 qoldi. 0 dan nechigacha bor? 15 gacha. Demak, 0 ni qo'shib hisoblaganda 16li deyishimga sabab 16 ta obyekti bor yoki 16 ta bor va u 0 dan 15 gacha. Endi e'tibor bering, bitta qoida bor. 0 dan 15 gacha bor ekan. Endi bitta narsa bo'ladi.
0 dan 15 gacha bo'lganda mana bu 10 ga kelganda mana 10 ga e'tibor bering. Mana bu 10 ga e'tibor bering. 11 ga, 12 ga, 13 ga, 14 ga e'tibor bering. Bu yerda qaytarilib qolyapti. Mana 1 bilan 0 qaytarilib qolyapti. Shuning uchun qoida bor. Mana bu 10 ni biz A deymiz. Ya'ni ingliz alifbosida 26 ta harf bor-ku, mana shundan boshlayman. 11 bu B bo'ladi. 12 bu S bo'ladi. 13 bu D bo'ladi. Men shunday oddiy o'qiyapman, inglizcha o'qilishini o'qimayapman. Keyingisi E bo'ladi, 15 bu F bo'ladi. Ya'ni 16 li sanoq sistemasida bizda 0 dan 15 gacha raqam bor. Ya'ni 15 ni F deb belgilayman, lekin amal ishlatayotganda 15 ga o'tkazib olaman. Buni hali gaplashamiz. Demak, 16 li sanoq sistemasida shular bor ekan. Endi misol soniyasiyamiz. Misol soniyasiylik. Misol uchun 3 33 ta o'zi ham bo'ladi. Pastga nima qo'yib qo'yaman? 16 ni qo'yib qo'yaman. 33 ta o'zini qo'yib qo'yaman. Endi undan tashqari yana nima qilishim mumkin? Men 8 A va S. Bu ham bo'ladimi? Ha, A ham bor, S ham bor. Demak, mana shu yerdagi 16 ta belgini ishlatishim mumkin. Lekin mana bu yerga nima qo'ymadim? 16 ni qo'ymadim. 16 qo'yib qo'yishim kerak. Yana qanaqa qoldiq sonlar bo'lishi mumkin? F 3 2 butun A 7. Bu ham 16 deydi. Mana shunaqa son ham bo'lishi mumkin. Ya'ni 16 sanoq sistemasida e'tibor bering, mana bulardan foydalanaman men. Mana shular orqali foydalanib sizlar uchun imkoniyat beriladi shunaqa sonlar yasashga. Nimaga 2 li, 8 li, 16 li asosan o'tdim? Sababi bizda eng ko'pi mana shu 2 ga nima darajali bo'lgani uchun 4 li ham bor. Shunaqa holatda ketadi. Demak, xulosa qilamiz tezda. 2 lida 0 va 1 bor. 2 ta obyekti bor, raqam bor va shulardan men ixtiyoriy son yasayman. Demak, 8 lida 0 dan 7 gacha 8 ta obyekt 0 ni qo'shganda va shulardan men ixtiyoriy son yasayveraman. Boshqasini ishlatishim mumkin emas. 16 lida 0 dan 15 gacha, lekin 10, 11, 12, 13, 14 larni men A, B, S, D, F qilaman. Mana bunaqa yozish xato. Nimaga A deb o'tib ketilyapti? Bittanisini tushuntirib qo'yay. Misol uchun 11 10 butun A bo'lsa, e'tibor bering. Mana 1 to'rttami yoki mana 11, mana ko'ryapsizlar, mana 11 bilan 1 bilan 1 takrorlanib qo'ydi. Bu B mi, 11 mi? Shuning uchun bu yoqda mana 11 yozmoqchi, B yozmoqchi bo'lsam, men 11 yozmayman, B yozaman. Demak, B A butun A bo'lishi kerak. Mana bunaqa yozish mumkin emas. Shuning uchun nima qilinadi bizda? Yozish berilayotganda 11 deyilmaydi. Bu ishlatilishda yoziladi. Mana bu 11 ishlatilishda yoziladi. Demak, to'g'risi mana bular bo'ladi. Mana bunaqa ishlatiladi. Bu tushunarli. Ya'ni 9 dan oyog'iga harf ishlatasizlar. Ana endi sizlarga boshqa sanoq sistemasidan bitta misol ko'raylik. Endi sizlarga mana topshiriq. Misol uchun 6 li sanoq sistemasida. 6 likda. Qaysilar bor 6 likda? 6 likda ketdi. Chatga yozinglar bir 10 sekund. Kim yozish imkoniyati borlar? Shuni yozing, to'xtatamiz. Qaysilar bor? Mikrofoni borlar, bittangiz yoqing. 0 dan 5 gacha. 0, 1. Barakalloh. Rahmat. Demak, o'zidan kichiklari, ya'ni 6 dan kichiklari, 6 dan kichiklari bo'ladi. Ya'ni 5, 4, 3, 2, 1 va 0. Bo'ldi, tamom. Endi 54 deb turib 6 lik qilib qo'raman. Endi keyingisi, misol uchun 9 lida 8 gacha bo'ladi, 7 lida 6 gacha bo'ladi, 4 lida 3 gacha bo'ladi. Tushunarli? O'zidan kichiklari. Endi mana bitta savol. 14 likda qaysilar bor? 14 likda. 0 dan 9 gacha yoziladi. 0 dan boshlab 14 dan kichiklar. 0 dan 9 gacha demanglar mana. Shuni oson yo'li 14 dan kichiklari. Demak, 13 bor. To'g'rimi? 12 bor, 11 bor, 10 bor, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 bor. Lekin mana ularni nima qilaman? Bu xato bo'lgani uchun buni A, B, S,
D. Mana bular bunaqa yozilmaydi. Demak, 0 dan 9 gacha va ABCD. Tushunlayni, eng oson yo'li sanashda yoki qaysi tarkibda borligini bilsa ham, o'zidan kichiklari o'zini sanoq sistemani tarkibida bo'ladi. Shunda mana bitta misol sizlar uchun aqliy hujum. Misol uchun F A butun 7 14 dedim. Bu to'g'rimi? Chatda yozing. To'g'rimi? Ha yoki yo'q? Xato. 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 Chunki mana bu F yo'q 14 ichida. Mana bu F yo'q. Tushunali? A7 bo'lganda bo'lardi. Demak, tushunib oling, sanoq sistemasida qaysilar borligini sizlar bilib oldilaring. Xo'p, ketdik, davom etamancha, da tushunali bo'lyapti. Endi sizlar bilan biz sanashni o'rganamiz. Sanash. Shunaqa savollar tuzadi. Misol uchun Ali deydi, 8 sanoq sistemasida deydi, 50 dan boshlab 50 dan boshlab nimaga ketyapti deydi, 100 gacha sanadi deydi. Va o'sha yerdagi 6 larni o'chirib, bunday savollar ketadi. Sanashga bog'liq savollar bor. Endi osonini tushuntirib ketaman. Qaranglar, ikkilikda sanash ko'pchilik men usulimdan keting bo'ldi. Siz boshqa usulda chalg'imang, tamom. Minglab usul bor. Sanash bo'yicha men usulimdan keting. Demak, birinchi ikkilikda sanashni o'rgataman. Ikkilikda qanday sanaladi? Ikkilikda qarang, qanaqa sanaladi? Ikkilikda qanday sanaladi? Qaranglar. Ikkilikda mana har qanaqa sanoq sistemasida fishka ketdi sizlarga. Har qanaqa sanoq sistemasida oddiy bor-ku, 10 likda sanab ketasiz. O'shanaqa sanab ketaveringlar. Ketdi. Men endi ruchkamni olib olaman. Taraqlaydi ustozlar, to'g'ri tushunasizlar, anaqa bor. Ruchkada yozaman, chunki hozir qo'limda yozayotganim uchun sal kattaroq ko'rinyapti. Endi ruchkada yozaman. Mana bunaqa bo'ladi. E'tibor bering. U qanday bo'ladi? Mana oddiy yozib ketaverasizlar mana. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 deb vaho kezaveraman. Endi e'tibor bering. Men sanashni oddiy yo'lni qilyapman, lekin ikkilikda faqat qaysilar bor edi? 0 va 1 bor edi. 0 va 1. Demak, 0 va 1 dan qatnashmagan hamma sanaganlarim xato. Demak, bu yoqda 0 bilan 0 ni olaman, 1 2 olamanmi? Yo'q. 3 4 5 6 7 8 9 10 ni olamanmi? Ha, chunki 1 bilan 0 bor-da, buni olaman. 1 bilan 1 bor, olaman. 12 ni 1 bor, lekin 2 yo'q. Bu ketdi. E'tibor bering. 20 ga borganda 2 qatnashadi. 30 ga borganda 3 qatnashadi. 31 ham bo'lmaydi. 40 ga borganda 4, 50, 60, 70 bo'lmaydi. 80 bo'lmaydi. 90 bo'lmaydi. Va 100 ga borganda bo'ladi mana 100. 101. 102, 103 bo'lmaydi. Oxiri nimaga bo'ladi? 109 bo'lmaydi. 110 ga boradi. 111 ga boradi. 112, 113, 120, 130 bo'lmaydi. 3 bor, 2 bor. Va oxiri 200, 300, 400 bo'lmaydi. Chunki 3 to'rtlar qatnashmay oxiri nimaga boradi? 1000 ga boradi. Undan keyin 1001 ham bo'ladimi? 1002 bo'ladi. 1003 bo'ladimi? Yo'q. 1002 bo'ladimi? Yo'q. Endi qaysiga boradi? 1010 ga boradi. 1011. Ya'ni sanashda oddiy sanab ketaverasizlarda oldidami, orqasidami 0 bilan 1, mana bu 0 bilan 1 qatnashmagan hamma sonlarni o'chirib tashlaysizlar. Endi buni soddaroq tushuntiraman demak, endi ketdi. Bitta tushuntirish uchun aytdim, endi ikkilikdagi sanash mana ikkilikda. Ikkilik qanaqa bo'lyapti? Endi ikkilikdagi sanashni boshqacha tartibda tushuntirib beraman. Qarang. Demak, 0 bo'lar ekan, 1 bo'lar ekan, 2 3 4 5 6 8 bo'lmaydi, 9 bo'lmaydi, 10 ni olaman, 11 ni olaman, 12 13 20 bo'lmaydi, nechiga boradi? 100 ga boradi. 101
102 bo'lmaydi, 110, 111. Bu bo'ldi. 112, 120, 130, 140, 150 bo'ladimi? Bo'lmaydi. 200 bo'lmaydi, 300 bo'lmaydi. Nimaga bo'lmaydi? Chunki ikki qatnashib qolyapti-da. Oxiri nimaga boradi? 1000 ga boradi. Sanab ketyapman. 1001 bo'ladi. 1002 bo'lmaydi. 1010 bo'ladi, 1011 bo'ladi. Endi 1012, 1020, 1100 bo'ladi endi. 1101 bo'ladi. 1110 bo'ladi va 1111 bo'ladi. 1112, 1120, 200, 300, 1300 oxiri nima bo'ladi? 9000 bo'lmaydi-da, 10000 ga boradi. Ya'ni men chalg'ib ketadi so'z sanashda. Mana ketayotganda sanatda shuni dilda sanab ketinglar. Oddiy o'nli sanoq sistemasida sanayotganingizda o'sha ikki qatnashganlarni 2 dan 9 gacha qatnashganlarni o'chirib tashlayverasizlar. Tamom. Demak, sanash. Endi shundan savol tushadi-da, ikkili sanoq sistemasidagi 8-sonni o'nli sanoq sistemasi sarflang yoki 8-son nechi deydi? 8-son. Demak, mana bu 1-son, mana 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Demak, necha ekan? 111 ekan bu 8-son. Bunday 2 bo'ladi aslida. Demak, 8-son shu ekan. Yoki 15-sonni toping deydi. Siz nima qilasiz? Yoki 15-son va 7-sonlarni deydi. Bir-biriga qo'shing deydi. Demak, mana yozib ketasizda, shunaqa yoki nima deydi? 15-raqamni aniqlang deydi. 15-raqam deydi. Misol 15-raqamda endi biz son bo'yicha sanaylik, endi raqam bo'yicha mana 1, 2, 2, mana 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana bu 0 ekan. Demak, 15-si teng ekan 0 ga. Shunaqa holatda yozib ishlab ketamiz. Ya'ni 15-si demak 0 ekan. Shunaqa holatlar keladi sanashda, ustozlar. Sanashda shunaqa holatlar bo'ladi. Biz shuni ishlab ketsak bo'ldi. Endi keyingisi yana ham bitta osonroq usuli bor buni sanashni. Oldin bu usulni tushuntirib beray. Endi 8 deydi o'rganaylik. 8 deydi sanash. 8likda. Qaysilar bor edi? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 va 7 bor edi 8likda. 7 bor. Endi sanashni boshlayman mana bismillah. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va undan keyin nima bor? 8 bo'lmaydi, 9 bo'lmaydi, 10 bo'ladi. Chunki 10 1 bilan 0. 10da qatnashmayman. Bizga nimalar mumkin emas? Bizga 8 mumkin emas, 9 mumkin emas. To'g'rimi? 2 mumkin emas. Qolgan hammasini olaveraman. Demak, 11da 8, 9 qatnashgan yo'q. 12 ni olaveraman, 13 ni olaveraman, 14 ni olaveraman, 15 ni olaman, 16 ni olaman, 17 ni olaman, 18 ni olamanmi? Yo'q, ola olmayman. Va 19 ni ham ola olaman. Keyin 20 ni olaman, 20 ni olaman. Menga esa bir boshdan yozib olib o'chirib tashlanglar. Misol uchun 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Yozib olavering. Buni o'chirib tashlayvering istasangiz. Xullas shunaqa tartibda ketaverasizlar. Ya'ni 8 bilan 9 qatnashgan sonlarni oddiy sanab ketasizda, o'chirib tashlayverasizlar. Ikkilikda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9larni o'chirib tashlayverasiz. Bunda 8 bilan 9 o'chirib tashlayverasizlar. Ixtiyoriy sanoq sistemasida sanayotganingizda o'sha sanoq sistemasida yo'q raqamlar qatnashgan sonlarni o'chirib tashlasangiz bo'ldi. Bu tushunarli menimcha. Shunda ham savol beradi. 8-sanoq sistemasidagi 7-raqamni toping desa, mana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demak 6 ekan. Yoki aytibda 10-sonni toping deydi. Yoki 15-sonni toping deydi. Boshlayman mana. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mana 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Demak necha ekan? 17 ekan. Tushunarli menimcha. 17 bu 15-son ekan. Son bilan raqamni farqiga borib oling. 17 bu son, mana bu 1 esa raqam. Raqam bilan sanayotganda mana xonalar alohida sanaladi. Mana bu xonalar. Son deb sanalayotganda mana bu bitta sanaladi. Shuni e'tiborga olasizlar. Demak, 8-sanoq sistemasida buni boshqa usuli ham bor. Oddiy
sanab ketasizlar. Oddiy sanab ketilganda o'sha 8 bilan 9 qatnashganlarini ayirib ketasizlar. Bo'ldi, tamom. Bu tushunarli menimcha. Endi yana bittasi 16 likda sanashni o'rganaylik. 16 lik sanoq sistemasida sanash. 16 lik sanoq sistemasida sanash, mana misol uchun 16 likda. Buncha chalg'itadi, lekin buni ham oson usuli bor. Juda ham oson usuli bor. Qaylar? Sanashni boshlayman mana. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 amidi B S D E va F gacha boradi. Endi ko'pchilik shu yerda nima qiladi? Sanashda. Endi bunda oddiy sanashmasda, chunki mana bular qo'shilib qolyapti-da, haligi matematik usulda sanasam adashib ketaman. Chunki raqamini ular adashyapti. Shuning uchun men sizga qoidani o'rgataman. Xuddi mana shuni boshqatdan yozib olasiz. Shuni yozib olasizlar mana. Kichikroq qilib yozib olasizlar mana. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B S D E F. Yana yozib oldim, kengroq qildim. E'tibor bering. Mana F gacha keldi, undan keyin e'tibor bering. Mana bu 0 holati tugagan bo'ladi. Endi 1 holatiga o'taman, 1 holatiga. Endi mana bularni har bittasini boshiga 1 ni qo'yib chiqaman. Bo'ldi, tamom. 1 1 mana 1 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 bo'ldi. Bo'ldi. F'dan keyin 10 kelar ekan, keyin 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1A, 1B, 1C, 1D bo'ldi. Endi buni yana davom ettirishni yana nima qilaman? Yana o'shani yozib olaman va faqat oldiga 2 qo'yib chiqaman. Yana o'sha raqamlarni yozaman. Endi misol uchun mana 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B S D E F ni yozib olgan bo'lsam, endi men qo'yib chiqaman buni oldiga 2 ni qo'yib chiqaman. Bo'ldi. Mana 2 ni yozib chiqsam, mana bo'ldi. Juda ham oson. Bu hamma sanoq sistemaga qo'llasa bo'ladi mana shu ishni. Bu ishni juda ham oson qo'llash mumkin. Oldiga shunday raqamni yozib qo'ysangiz bo'ldi. Hamma sanoq sistemada ishlaydi mana shu narsa. Agar sanashga adashsangiz, pasma-pas qilib yozib ketinglar. Bu eng zo'r usul mana shu. Men oddiy tushuntirib ketdim. Sanash usuli bor, keyin pasma-pas o'sha borlarni yozib turib, keyingi obyektlarni qo'shib chiqish. Mana endi boshqa sanoq sistemada sinab ko'ramiz shu narsani. Mana sinab ko'ramiz. Endi 8 likda sinab ko'raylik. Mana 8 likda qaysilar bor edi? Mana 0 1 2 3 4 5 6 7 lik bor edi. Yana yozib olaman. 0 1 2 3 4 5 6 7. Yana yozib olaman. 0 1 2 3 4 5 6 7. Endi qaranglar. 7 dan keyin qaysi son kelishini bilmayapsiz deylik. Nima qilaman? Ikkinchi qatorga qaysini qo'yib chiqaman? 1 larni qo'yib chiqaman. 1. Mana. Keyingisiga nechini qo'yib chiqaman? 2 ni qo'yib chiqaman. Keyingisiga yana o'shani yozib olaman. 0 1 2 3 4 5 6 7 bo'lsa, buniga nima qo'yib chiqaman endi? 30 33 3 3 3 3 3 3 bo'ldi. Mana shu usul oson ekanmi ustozlar? Qaysi biri oson ekan? Sanab ketganmi yo pasma-pas usul yaxshi ekan mana shu usul? Kimdir bormi? Mikrofonni ruxsat borlar. Keyingi ikkinchi usul yaxshi.
Mana shu yoqda menimcha ikkinchi usul. Bo'ladi ikkinchi. Mana shunda chalg'imaysizlar-da. Misol uchun buni birlar, keyin 3 ta, keyin 4 ni qo'yib, keyin 5 ni, keyin 6 ni, keyin 7 ni qo'yib chiqasizlar. Tagma-tag usuli menimcha eng yaxshi usul. Misol uchun boshqa sanoq sistemasida ham ko'raylik, sanashni. Misol 16 lik ko'rdik, misol uchun endi nechilik? 6 likda ko'raylik, mana 6 likda. 6 likda sanash. Jadval shart emas. 6 likda qaysilar bor? 0, 1, 2, 3, 4, 5 bor, a? 0, 1, 2, 3, 4, 5 bor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 bor. 0, 1, 2, 3, 4, 5 bor. Birinchi xato o'zi qora, ikkinchi xato nima qo'yib chiqaman? Qaysilar bordi o'zi? 1 ni qo'yib chiqaman. 1, 2, 3. Inglizcha nechini qo'yib chiqaman? 2 ni qo'yib chiqaman. Inglizda 3 qo'yib chiqaman. Inglizda 4 ni, inglizda 5 ni qo'yib chiqaman. Bo'ldi. Sanash hosil bo'ldi. 5 dan keyin 10 kelar ekan. 15 dan keyin 20 kelar ekan. Mantiqni to'g'ri. Mikrofonni o'chirib qo'ying, ustoz. Mikrofonni o'chiring. Mana shu holatda demak ishlash osonroq. Mana shu holat yoqda hali sanash bo'yicha topshiriq beraman. Mana shu yerda aytishim mumkin. 6 li sanoq sistemasidagi 10-raqamni toping. Ketdi, chatda javob bo'ladi. 6 li sanoq sistemasidagi 10-raqam nechi? Ketdi, 10 sekund vaqt. 1. 1. 10-raqam. Ketdi, qana sanayapmiz? Mana bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, mana bu ekan. 10-raqam dedimmi? Demak, 1 ekan. Tushunaymi? Endi savol, 10-sonchi? 10-son qaysi? 10-son. 15. 14. 14. On uch berilyapti. Qani ketdik? 10-son 13 bo'ladi. Mana bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mana 10-son 13 ekan. Tushunaymi hozir? Shunaqa savollar tuziladi-da, 6-sanoq sistemadagi 4-son bilan 8-sanoq sistemadagi 5-sonning qo'shilmasini 10-sanoq sistemasida ifodalang shunaqa. Shuning uchun siz sanashni bilishingiz kerak. Menimcha sanash bo'yicha muammo qolmadi, ustozlar. Sanashni nisbatan sodda usulda tushunib oldinglarmi? Mikrofonni yoninglar, bitta xulosa qilaylik. Kimda nima savol bor? Sanash bo'limini tugatmayman men. Tushundik ustoz. Tushundik. Ikkita usul taklif qildim sizlarga. Bir xilda ketish, sanab ketish va o'sha yo'qlarni o'chirib tashlash, ikkinchisi pasma-pas qilib yozib, obyektlarni qo'shib yozib chiqish. Tushunarli, ustozlar? Chatda Hasanboy chat tushunarlimi? Tushunarli bo'lyapti, ustoz. Hasanboy chatdamisiz? Tushunarli bo'lyapti. Chatga qarab turaman. Bo'ldi, savol bo'lsa, shunaqa holatda ketadi. Ikkinchi usul menimcha taklif qilaman. Ikkinchi usul yaxshiroq. Chalg'imanglar, qanaqadir jadval yodlamanglar. Shunday pasma-pas qilib yozasizlar-da, yoniga obyektlarni qo'shib ketasizlar, bo'ldi. Agar adasiz bir boshdan sanab ketaveringda, xulosa qilib oxirida mana bir boshdan sanab ketaverasizlar, bo'ldi. Demak, sizlar bilan biz sanoq sistemalaridagi obyektlarni nechilar borligini bilib oldik va sanoq sistemada sanashni ham o'rgandik. Endi sizlar bilan biz Rim raqamlarida ishlaymiz. Rim raqamlarini ham o'rganib olishimiz kerak, chunki bu bizga juda ham kerak bo'ladi. Keyin qo'shishni va ayirishni o'rgatib qo'ysam, shu bilan bugungi darsimizdagi maqsadga erishgan bo'laman, inshaalloh. Demak, ketdik. Rim raqamlari. Boshlayveraman. Bu kerak bu. Umuman sanoq sistemalar dunyoda ko'p, eng ko'pi bizga ishlaydigani bor. Endi Rim raqamlari qaysilar bor? Rim raqamlarini tezda tushuntirib ketaman. Rim raqamlarida qaysi obyektlar bor? Rim raqamlarida mana bu i bor. Katta i bor-ku, mana bunaqa i deyiladi. Chiziqcha qilsam ham tushunaverasizlar. I bu katta i. Bu nechini beradi? Bu 1 ni beradi bizni tilda. Keyingisi v bor. Kattaroq
yozsam bo'lar ekan, chunki sig'may qoladi-da. Bir yo'l bitta qatorga sig'diray. Demak, I bor. Bu nimani beradi? 1 ni beradi. Keyingisi V bor. Bu 5 ni beradi. Keyingisi X bor. Bu 10 ni beradi. Keyingisi L bor. Bu 50 ni beradi. Keyingisi S bor. Bu 100 ni beradi. Keyingisi D bor. Bu 1000 ni beradi. Asosan mana shular ishlatiladi. 10 minglar xonasida 10 ta, mana D 500 ni beradi. Men 1000 ga o'tib ketdim bir yali. 1000 yozib yuboribman. 500 bor, keyin yana bitta aytdim ekan. Keyingisi M bor, bu 1000 ni beradi. Mana shulardan sonlar tuziladi, ustozlar. Mana shulardan sonlar tuziladi. Endi shular orqali ishlab ketasizlar. Daftaringizga belgilab qo'ying yoki skrinshotni qilib olinglar. Keling, bizda nima muammo? Bizda muammo shuki, hamma soni yo'q. Misol uchun oradagi qaysi sonlar qanaqa qilib chiqaraman? Misol uchun qaysini necha marta ishlatish mumkin? Hozir qoidalarni tushuntirib beraman. Birinchi yozib ketaveray. Mana bu I dan 3 ta ishlatish mumkin. V dan faqat bitta ishlatiladi. Qoidalar bor. Mana bundan 10 dan 3 ta ishlatish mumkin. Eldan chiziqcha bilan chizganim yaxshiroq ekan, sal tushunarli bo'ladi. Demak, bundan 3 ta, bundan bitta, bundan 3 ta, eldan bitta, S'dan 3 ta ishlatish mumkin. D'dan bitta ishlatish mumkin. M'dan 3 ta ishlatish mumkin. Mana shu holatda sonlar tuziladi. Endi qaranglar. Misol uchun mana 5 ni yozish uchun, 6 ni yozish uchun nima qilinadi? 6 ni yozish uchun mana 5 ga 1 ni qo'shish kerak-ku, ya'ni 5 plus 1. Chunki menda nima bor-ku? 6. Demak, 6 ni yozish uchun shunaqa. Demak, 6 bo'ladi, to'g'rimi? Demak, 5 ga 1 ni qo'shib yozaman men rim raqamida. Demak, 5im V edi, 1im bu I edi. Mana shu 6 ni beradi. Endi 4 ga yozish uchun qaranglar, orqasida kelsa, mana bitta narsa qoidadan tushunib olinglar. Har doim katta sonning orqasida kichigi kela oladi. Katta sonni orqasida kattasi kela olmaydi, kichikni orqasida katta kela olmaydi. Shu qoidani bilib olinglar. Hozir sizlarga misollar orqali tushuntirib beraman. Endi mana sizlar uchun misollar tuzishni boshlaymiz. Mana buni eslab qoldilaringlar, buni bilasizlar. SL, S, D, M ni bilib olsa, endi mana sizlar bilan misol ko'ramiz. Misol 214 ni qanday yozamiz rimda? Ketdi. 214 200 deyapti. S'yim 100 midi? S'dan nechta ishlataman? 2 ta ishlataman. 200 bo'ldi. 14 10 x midi? 10 ishlatyapman. Mana bu yuzlar xonasi, mana bu 10lar xonasi bo'ldi. Endi 4 oddiy bilasizlar. 4imiz bu 5 dan bitta kam degani, ya'ni bunday yoziladi. Ya'ni 4 bor, doim 4 yozilayotganda doim mana bu tomondan bitta ayirib tashlanadi. Ya'ni SS X4 bo'lyapti. Endi bitta fishka beraman sizlarga. Fishka rim raqamlarida ham nimaga ajratasizlar mana. Bitta boshqa misolda ko'ray. Misol uchun 628 deylik mana. Misol. Buni rimga o'tish kerak. Qanday o'tiladi? Qayla 628 qanday o'tiladi? Bitta qoida bor, e'tibor beringlar. Mana bu birlar, o'nlar, yuzlar xonasi-ku. Birinchi o'ng tomondan boshlanglar. O'ng tomondan shu qoida. Ya'ni 8 ni bilasizlar sizlar, to'g'rimi? 8 ni bilasizlar. 8 ni yozib olinglar. 8 ni qana yozishni bilasizlar. Misol uchun 8 va 3 ta yozish mumkin edi-ku. Mana undan. Bu 8 edi. Bo'ldi. 8 ni nima qildim? Yozdim. Buni yozdim.
Endi ikki nimalar xonasi, 10lar xonasi 20 ekan. 20. Nechta 10 foydalanaman? 2 ta xdan foydalanaman. Bo'ldi. Keyingisi 600 ekan. 600. 600 ni nechta foydalana olardim 100 dan? 3 ta. Shuning uchun men endi 500 bor-ku. 500 ni o'tkazaman. 500 ni. Demak, 600 ni yozishim uchun bitta 500 va bitta 100 yozaman. Eng zo'r usul fishka sizlarga ustozlar, o'nlar, ya'ni birlar, o'nlar va yuzlar xonasi haqida gaplashing bo'ldi. Boshqa qoida yo'q. Kelinglar misol ko'ramiz. 38. Demak, mana bu 8 ni bilaman, a? Necha edi bu? Bunaqa bo'ladi 8 a? Bu ketdi. 3'im. 30. 3 ta. 2 dan 3 tashlata olamanmi? Ha. Va mana bu holatda bo'lyapti. Demak, javob x 1 1 1. Demak, mana shu 38 ni beryapti. Bo'ldi. Mana shu usul oson ekan ustozlar. Ya'ni 11lar xonasi. Endi mana endi 49. 49. Buni ikkita yozish mumkin-da. Hozir buni 49 da 99 ni ya'ni mana bu s dan bitta kamlarni, m dan bitta kamlarni, x dan bitta kamlarni bir kam deb yozish mumkin. Misol uchun 9 ni bunday x dan bitta kam deb yozardik-ku. Ya'ni mana 100 bo'lsa 99 ni ham bunday qilishimiz mumkin-da. S dan bitta kam qilib yozishim mumkin. Yoki mana 99 ni boshqacha yozish ham mumkin. Shuni boshqacha usullari bor. Demak, menda hozir 49 ni qanday yozishim mumkin? 49 ni yozaman. Mana 49 bo'lsa, misol uchun birlar xonasi 9 ni qana yozar edim? 9 ni 1 kam 10 bunday yozar edim va 40 ni qana yozar edim? 50 gim necha edi ustozlar? 50 midi? 50 gim L edi, to'g'rimi? L bo'lsa bitta 10 kam. Ya'ni 50 dan 10 kam. Har doim katta sondan bitta kichiki oldida kelsa, mana bu x kattadan oldida kelsa, o'shandan ayir degani bu. O'yin tomonda kelsa qo'sh degani. Ya'ni katta sondan kichik son kelsa qo'sh. Endi birlar xonasiga tegishlilar, qoidani tushuntirib qo'ymabman mana. Birliklar teng 1 i va 5. Birliklar xonasi mana shu qatnashgan sonlar bo'ladi. Endi o'nliklar xonasi bu qaysi? X bilan L bo'ladi. Endi yuzliklar xonasida qaysilar bo'ladi? Yuzliklarda teng S bilan D bo'ladi. Mingliklar xonasida M bo'ladi va tepasida bunaqa chiziqchaligi bor. Bu 10 mingni beradi. Mana bu 100 mingni uzun chiziq bo'ladi. Chizib qo'yilsa shu 10 ming talikni beradi. Bu keyin gaplashamiz. Demak, e'tibor bering. Mana shu holatda qilib ketadi. Demak, 49 ni ishlash uchun mana bu to'g'ri, lekin aslida 49 mana 50 bor-ku, L dan bitta kam bo'lgani uchun mana bunaqa yoziladi odatda. L dan bitta kam, ya'ni 50 dan bitta kam bo'ladi. Mana shu ham teng nimani beradi? 49 ni beradi. Bu bo'yicha hali sizlarga vazifalar beriladi. Endi sanash bo'yicha yana nima beraman? Muhokamali misollar berib o'tib ketaman. Demak, sizlar uchun misol ketdi. Xo'p. Assalomu alaykum, ustoz, yaxshimisiz? Uzr darsingiz. Tabiiy ustoz. Menda bitta savol bor edi. 9 dan keyin ingliz alifbosi harflardan foydalanamiz deyapsiz. Aha. Xo'p, ingliz alifbosi 26 ta harf bor. 9 dan keyin o'sha alifbodagi harflar qo'yib ketsak, 36 yetgan tugab qoladi. Misol uchun 36 sanoq sistema bor. 37 yoki 38 sanoq sistemasi ham bormi?
37 sanoqsi, 38 sanoqsi bo'lsa, sizlarga u tushmaydi, u bo'yicha boshingizni qotirmang, lekin uni kombinatsiya bo'ladi. AA bo'lib foydalanib ketiladi. U boshqacharoq elementlar bor, uni tartibi boshqacharoq, yaxshi savol, lekin bu sizlarga tushmaydi bu. Uzog'i 16-20 liklar ham tushmaydi sizlarga, asta-asta bu berish mumkin emas. Shuning uchun 16 gachani yaxshi bilib olsanglar ham bo'ldi. Mantiqan o'ylab topib oldingiz, bu ilmiy asoslar hozir chalg'itib yormay, lekin qo'shimcha ma'lumot berib ketaman sanoq sistemasini. 36 ga yetgandan keyin boshqa kichkina a dan ketadigan narsa bor. Keyin qo'shimcha двойной double qilib yoziladigan holatlar bu, ular tushmaydi ustozlar. Shuning uchun unga izoh bermadim, lekin mantiqan o'ylashingiz to'g'ri, ilmiy asosi bor. Hozir ilmiy asosini umuman tushuntirsam, ustozlarda 16 likdan chiqib qoladi hozir. Keling unga chuqurlashmay qo'yaylik, nimalaring takliflarga. Tushmaydigan narsani o'rganish kerak emas. Dars davom etaylik. Ketdik-a? Ketdik. Xo'p, ketdik. Yozishmasin, ekran ko'rinmayapti. Ha, soобщение yozmanglar ustoz. Menga ko'rinmaydi yozganlaring bilan. Men ekranim ko'rinyapti xolos. Men o'qiganim yo'q birortalang yozganlaring. Men oppoq ekran bor xolos menda, hech nima ko'ringan yo'q boshqa. Xo'p, davom etamiz. Ustozlar, demak, bizda qolyapti hozir sizlar bilan Rim sanoq sistemalari bo'lsa, Rim sanoq sistemalarida yana katta sonlar, misol uchun 3217. Buni o'tkazish kerak nechiga? Rimga. O'tda o'sha ishni qilaman. Buni birliklar, o'nliklar, yuzliklar, mingliklar. Mingliklar. Endi ketdi. Bizda juda ham katta holat bo'lgani uchun 7 ni nima yozib olaman? Mana oson usulida 7 ni yozib olaman. 7 qanaqa edi bizda? V bilan ikkita tayoqcha edi. 7 bo'ldi. Endi 1 ni 10 deb yozib olaman. 10 nechini beradi bizda? X ni beradi. 100 dan ikkita ekan, ikkitasi yozaveraman, ha? Minglar xonasi. Minglar xonasi nima bilan belgilar edi? M bilan, demak 3 ta m yozib qo'yaman. M. Demak, minglar, yuzlar, o'nlar va birlar xonasi bo'ldi. Mana shu usulni o'rganib olinglar, tamom. Teskariga qaytishda ham hozir o'rgataman. Teskariga qaytayotganda qanaqa qiladi degan savoli bor, 3000. Endi qaranglar, Rim sanoq sistemasi odatda maksimal, men sizga shuni tushuntirib qo'yay. Yana bitta misol. Rim sanoq sistemasi maksimal 3999 da tugab qoladi. Aslida, chunki m dan 3 marta m dan kattasi yo'q-da, mana m dan kattasi yo'q. Misol uchun m. So 4000 ni yoza olmayman-da. 4000 ni yozish uchun 4 ta m mumkinmi, 3 ta m mumkinmi degan savol. O'zi aslida 3999 da tugab qoladi, lekin qoidalar bor. 4000 da to'g'ri bo'lishi mumkin. 10000 ga borganda boshqacha holatlar bor. Ya'ni 1 m ketadi, 5 m ketadi. Bunga chuqurlashmanglar, sizlarga undan yog'i berilmaydi. Hozir uni nazariy asosini tushuntirishim sal chalg'aysizlar, lekin men odat qildim unaqa savol tushmaganligi uchun mana shungacha beradi. Bu ham o'zi Rim qachon keladi? Uni jadvallar berib qo'yadi. Haligi HTML da bu bo'yicha amal bermaydi, lekin HTML da bekorga buni o'rgatmayapman. HTML da unaqa bo'ladi. Nima deydi? Bir boshdan sanetda o'sha raqam nima deydi? Katakchalardagi nima birlashgan kataklardagi raqamlar sonini toping deydi. Misol uchun bunday jadval beradi. Maytda 5, mana bo'lsa, mana birlashgan bo'ladi. Mana misol uchun i deb qo'yadi, maytda x deb qo'yadi, maytda i l deb qo'yadi. Shu yerda mana x ni mana ular qo'shish kerak mana. 5 qo'shilgan x qo'shilgan x beradi. Katta son bermaydi-da, albatta. Shunda 5 10 deysiz, siz 25 chiqarish uchun kerak emas. Mana 1 ham bor, mana misol uchun aytyapman. Mana shunaqa holatlarda sizlarda ishlaydi, xolos. Shu holatda ketadi. Xullas bu mana shu bitta misol sizlar uchun. Endi men taxminan ketyapman, yana bitta-ikkita misol ishlaylik sizlar bilan. Chunki hali mukammal emaslar, umuman takrorlash yaxshi. Ketdik. Misol uchun mana 1600
misol uchun 29 deylik. Bizda nima bo'ladi? Endi qanday bo'ladi? 9 ni yozaman. Bu 1 kam 10 degani mana bunaqa bo'ladi. 2 20 2 ta x bo'ladimi? 6. Ya'ni 600 bu. Bu 60 emas, 600. Ya'ni yuzlar xonasida mana 11lar, 10lar, yuzlar. Mana 1lar, 10lar, yuzlar va minglar xonasida shunaqa ajatoylar. 600 ni qana yozaman? 500 im bor edi, d ham bor edi. 600 bitta s qo'yib qo'ysam 600 bo'ladi-da. 1000 bitta m ni beradi. To'g'ri yozdimmi? Xudo m d s x x 9 bo'ladi. Mana shu holatda demak, Rim sanoq sistemasida ishlab ketasizlar. Xullas fishka ustozlar. Men har tushuntirganda fishka beraman. Fishka men bu birlar, o'nlar, yuzlar va minglar xonasini siraz ajratingda katta son berilsa va shuni pastga nima qiling? Yozib chiqing. E'tibor bergan bo'lsangiz, hech qachon katta sonni orqasida kichik son mana birlar xonasi mana yuzlar xonasiga aralashmasa bo'ldi. X o'nlar xonasinikiku L bilan X birga kela oladi. Ya'ni L X bo'lib yoki X L bo'lib, ya'ni X dan L oldida kelmaydi. Mana X demak bu yoqda bo'lsa, buni L ga tegishli emas. Ya'ni birga kelishadi. Mana 1 bilan 5 doim birga keladi, 5 bilan ular birga keladi. Bular birlar xonasiga keladi. Demak, shuni ajratib olsangiz bo'ldi. M demak alohida, DS alohida, mana alohida bo'lib ketadi. Endi teskarisini o'rganamiz. Teskarisi qanaqa bo'ladi? Teskarisi o'tish. Bu bo'yicha bitta fishka olib, men ekran yo'qlar. Nimani tushunmadilaring? Qayerga tushunmadilaring? Mana chatda yozinglar, qasamni yetkazadi menga. Mikrofonni yonig'lar, menga aytinglar. Nima tushunarsiz? Biz tushundik ustoz. Hozirda shunali ketyapti. Tushunarli menimcha? Tushunali. Fish. Nima ekan? Misol uchun 1016 yoki bo'lmasam 1026. 0 qatnashgan. Zo'r savol. Rahmat ustoz, savol uchun yaxshi fishka bo'ldi. Mana qaranglar. Endi ustoz aytayaptilarki, mana bunaqa nollilar bo'lsa-chi, misol uchun mana 1001 bo'lsa-chi, 1016 bo'lsa deyapti. 1016 ni nimaga o'tkazish kerak? Rimga o'tkazish kerak. Demak, uni birlar xonasi 6 bor. 1 bor. 10x, ya'ni o'nlar xonasi 0. Buni tashab ketaman. Tamom. Buni mingku, bunday qilib qo'yaman bo'ldi. Tushunlaymi? Ya'ni 0 bo'lsa yozmayman ishtimi. Bo'ldi. Bunday bo'lib qoladi. 3 ta bo'lib qoladi. Tushunarli? Mana bu yerdagi nima? Yo'q bo'ladi. Ya'ni 0 bo'lsa tashab ketasizlar. Yana misol ko'raylik. Misol uchun Nega aynan o'ngdan, chapdan ishlasak bo'lmaydimi deyishyapti hozir. o'yindan ishlash kerak. Chapdan ishlasak bo'lmaydimi? Yaxshi savol. Hozir ko'ramiz. Chapdan usuli qana bo'ladi. Mana 3008. 8 ni o'tkazaman. 5 1 2 3. 0 ni yozmayman. Tamom. 0 ni yozmayman. 0 ni yozmayman. 0 ni yozmayman pastga va 3 ni olib kelib yozaman. 0 ni olib kelmaysizlar bo'ldi. 3 bu nima? 3 ta m ni beradi. M. Bo'ldi. Qoida shu, 0 qatnashsa yozmaysiz bo'ldi. 0 ni 0 qilib yozmaysizlar. Tamom, bo'ldi. Tushunarli? Endi o'yindan yozish nimaga mumkin emas deyapti. O'yindan yozish. Misol uchun 329. O'yindan yozsam, qarab turing. O'yindan yozsam 3 ta 100, 300 bo'ladimi? Ya'ni s ni beradimi? Yuzlar xonasiga s 20. Mana uni tushiraman. 20. Nechini beradi? X ta x ni beradi. Birlar xonasi nima bo'ladi? 9 bu 1 kam nimani beradi? Ali Xo'ja Ali degan savolda bo'ladi, lekin nimaga men o'yindan ishlashni ma'qul ko'ryapman? Chunki o'yindan ishlaganingizda xato qilish imkoniyati kamroq bo'ladi-da. Chunki birlar xonasidan ketaveringlar. Chunki birlar xonasidan kelsangiz yaxshiroq. 3 ta m ni yozib bu yoqda o'rtada chalg'ib ketish mumkin. Farqi yo'q. Sizga qaysi usul bo'lsa ham o'sha usul. Men endi qaysidir sonlarda o'rtada muammo yuzaga keladi-da, shuning uchun o'yin tomonidan yozganingiz ma'qulroq.
o'ng tomondan yozganingiz ma'qulroq. Yana nima savollar? Rim sanoq sistemi. Men endi oddiy sondan bunga o'tkazmasini o'rgatishni oldin fishka olib olayman. Anaqa feedback olib olay. Qanaqa qilib yozamiz deyishyapti ustoz. 99 ni 99 mana 99 ay 99 bor. 999 bor. 49 bor. 590 keyin 499 bor. Sonlar bor-da. Bu anolardan bitta kichkinaroqda, haligi raqam borlardan kichkinarog'i. E'tibor bering. Bizda 99 ni o'zi aslida bunday yoziladi-da. 90 ni bunaqa yozib olamiz-ku. Mana o'nlar xonasini 90 ni 100 dan bitta kam, 10 kam deb yozib turib, 9 ni bunaqa yozadi. X dan bitta kam qilib. Bu ham noto'g'ri emas. Bu ham noto'g'ri hisoblanmaydi. Lekin biz imkon qadar qisqartirilish taklif qilinadi. 100 dan bitta kamlar, ya'ni 100 dan, 500 dan, 1000 dan, ya'ni bor-ku raqamlar bir kam qilib yozish taklif qilinadi. Buni bunday qilib qo'ysak bo'laveradi. Tushunali? Mana bu ham to'g'ri. Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri. 999chi. 999 9 misol uchun m dan bitta s kam 900 ni berdi. 90 x kam s bu 90 ni berdi. Endi 1 kam x bu 9 ni berdi. Shunaqa yozsam ham bo'ladi, lekin nima qilib qo'yishim mumkin? Oddiygina 1 kam 1000 qilib qo'yishim mumkin. Bu ham to'g'ri. Demak, mana qulayda bizga. Mana bu tomon qilgan yaxshi. Mana bu ham shunaqada, buni ham il qilsak yaxshiroq. Boshqacha yozgandan ko'ra. 499 ni ham nima qilishim mumkin? 1 kam d qo'ysam yaxshiroq. Lekin mana bu holat ham xato hisoblanadi. Bu asosida tushmaydi sizlarga. Asosida tushmaydi, xudo xohlasa. Bu ma'lumot uchun. Sizlarda shu o'nlar, yuzlar xonasigacha keladi. Bu ham o'sha HTML yoki sanashda sanoq sistemida keladi, lekin sanoq sistemida Rim sanoq sistemasida amallar kelmaydi. Sanash haqida gap savol tushmaydi, chunki bu juda ham sodda bo'lgani uchun bu bo'yicha savol tuzmaymiz. Bu ilni boshqacharoq usuli bor. Tushunarli bu bo'yicha, ya'ni buni usul yaxshiroq. Kim tushunmadi? Tushunarli. Tushunarli. Ustozlar chatda savol yo'qmi? Ustoz, Chatda savol yo'qmi? ustoz 89 bo'lsa ham chap to'rga qarab yozamizmi? Mana 89 bo'lsa, bu unaqa emas. Demak, 9 da o'zini yozasiz. Birlar xonasi bu nimani beradi? X. 8 bu, 80 bu nimani berardi? Bitta L va 3 ta X ni beradi. To'g'rimi? Mana bu 80, mana bu 9 ni beradi. Boshqacha usul yo'q buni. Buni o'nlar birlar xonasi qilib yozib ketdi. Shu ustoz sanagan ma'qulroq ekan, xona birliklarini ajratib olishlik. Ha, o'yindan sanasiz ham, chatdan sanasiz ham farqli. O'sha maqsadga erishasiz, o'sha qaysi tomon qulay bo'lsa shuni. Men nimaga birlar, o'nlar, yuzlarni bali, nima deydi? O'sish tartibida sanaganim uchun chatdan boshladim-da, hali teskari ketmay dedim, chalg'itmaslik uchun. Shuning uchun chatdan ketdim. O'yindan mana fishka olyapsizlar, o'zlaring uchun o'yindan qilsalaringlar, kimga qaysi qulay bo'lsa ketaverasizlar. Ustozlar, menimcha tushunarli bu. Endi teskarisi, teskarisi qanday bo'ladi? Xudo xohlasa, boshqachasi bo'ladi. Endi qanday teskarisi bo'ladi? Bunday bo'ladi endi. Qanaqa bo'ladi? Misol uchun, Rim raqamida beradi. Rim raqamida beradi. Misol, mana x 1x ni o'tkiz deydi. Misol uchun nimaga? Arabga, ya'ni arab raqamlari deymiz-a biz. Arabga o'tkiz deydi. Qaylar? Endi mana shunda chalg'ibdi. Ko'pchilik hozir narigini o'rganib oldi, lekin Rimdan o'zimizda o'qish qanaqa bo'ladi degan savol bor-da. Shunda qanaqa bo'ladi? Endi e'tibor bering. Bunda o'sha aytganman sizlarga, bog'dan boshlab hisoblab ketasizlar. Ya'ni o'ng tomondan boshlab boshqa katta bo'lgungacha hisoblayverasizlar. Mana o'ng tomondan boshlaysizlar mana. X kattami? Ha.
Bu yoqqa qarab yurasizlar. Kichiga x birdan kichkinami? Demak, mana shuni nima qilasizlar? Ikkovini bitta deb olasizlar. Undan keyin kattalashgani uchun buni olmaysiz. Bir xil bo'lsa, bir xil olaverasiz. Qachon katta bo'lib ketsa, to'xtaysiz ishda. Teng bo'lsa ham, kichkina bo'lsa ham davom etib qo'shib ketaverasizlar. X qarayman, chap tomoniga qarayman mana. Chap tomonda x turibdi. Olaman ikkovini. Olaman, bu tomon tugadi. Demak, ikkovini endi hisoblab qo'yaman. X bu 2x 20 ni beradi. To'g'rimi? Qo'shiladi, bu yerda nimani beradi? 9 ni beradi. Teng 29 ni beradi. Buni yana boshqa tushuntiraman, misol uchun. Qaranglar, hozir tushuntirib ketaman. Fishkani tushuntirib beraman. Chalg'iydi-da ko'pchilik bunda. Hozir oson son uchun bilib qoldim. Misol uchun bir s x bo'lsa keyingisi 5 1 bo'lyapti endi. Qaranglar. Bunda qanaqa bo'ladi? Batoz to'g'ri yozdimmi o'zi degan savol bor. Birlar xonasi qaysi, minglar xonasi qaysi, yuzlar xonasi qaysi deganim bor. Endi ajratib olish mumkin-da. Qaranglar, minglar xonasiga qaysilar kirar edi? E'tibor bering. Men bekorga aytmadim. Minglar xonasiga m kirar, to'g'rimi? Yuzlar xonasiga qaysilar kirar edi? D bilan S kirar edi. O'nlar xonasigachi? O'nlar xonasiga qaysi kirar edi? X bilan L kirar edi. Birlar xonasiga 1 bilan V kirardi. Mana shular billa kelgan joylarni oqtaraman. Demak, M'larni sanayman, ikkita bo'yayman. Keyingisi S'ni qaranglar, S'ni sanayman, S bitta. Oldidagi mana chap tomonida kelsa, kattasini orqasida kelsa, kichkina son. Mana bu kichkina. Ya'ni S'dan kichikku, birlar yo o'nlar kelsa, billa olaveraman mana. Billa olaman. Keyingisi o'nlar xonasida x bilan l bor edi-ku, xolos. Bu yerda x bor ekan. Demak, o'ng tomondan olman. Chapda v kelganda olaverar edim. Demak, x ni o'zini olaman. Demak, vlar bilan birlar bitta bo'lgani uchun mana uni bitta olaman. Va endi o'tkazib qo'yaman bo'ldi. Mana bu 8, mana bu 10, mana bu nechi? 99 mi? Mana bu 2000. Demak, qo'shaman. 2000. Demak, 2099. Ya'ni mana nechini beryapti mana? 99 ni. Shu yerda men to'g'ri yozdimmi degan savol bor. Oxiri 7 noto'g'ri yozilgan. Yo'q. Tushunlaringmi hozir? Mantiqan bu mumkin emas. Chunki 99 degan o'nlik yo'q-da. Mana bu yo 90 bo'ladi, yo 80 bo'ladi, yo 70 bo'ladi. Demak, mumkin emas. Mana bu nima bo'lyapti chap tomonda? Bo'layotganda bitta kam kelmaydi. Bir kam bo'lmaydi hech qachon. Demak, chap tomonda bitta kattadan kichkina bo'lishi mumkin ekanmi? Mumkin emas ekan. Bu mumkin emas. Demak, birlar xonasida D dan keyin S kelishi mumkin, lekin D dan oldin S o katta misolda kelmaydi. Shuning uchun sizlar doim ajratib olishda shunaqa ajratsalaring bo'ladi. Endi mana haqiqiy sonni yozaman, misol uchun. Mana. Bunaqa qilsak to'g'ri bo'ladi. Misol S S xonasida nima bor? S keyingisi misol uchun va bo'ldi. Tamam. Bu bo'lishi mumkin. Endi e'tibor bering. M'larni sanayman. Ikkita, yuzli xonasida S bor, bu bor. Bu mumkin mantiqan oldida bitta oldin kelishi mumkin bu. Demak, bu birlar xonasidaligi mumkin. Tushunyapsizlarmi? S ni oldida mumkin emas, chunki bir V bilan bu bitta oilaga tegishli bo'lgani uchun buni oldida kelaveradi, lekin orqasida kelishi mumkin emas. Bitta oiladagilar birin-ketin kelaveradi. Demak, mana bu 4 ni beradi, mana bu 100 ni beradi, mana bu 2000 ni beradi. Qo'shaman. Demak, 2104. Nima yo'q? O'nlar xonasi yo'qligi uchun 0 bo'lib tushyapti. Tushunarli, ustozlar. Demak, hech qachon mana bu I bilan V S ni oldida kelmaydi. S ni oldida V kelmaydi. M ni oldida
umumiy nimada bitta o'zi bo'lsa kelishi mumkin. Mana birsi, mana bitta va mana undan 5 ta kam qilish mumkin, lekin umumiy katta misolda kelmaydi. Mana bitta o'zi kelishi mumkin, lekin bunaqa katta sonning ichida kelib mumkin emas. Ya'ni oilalar doim birga keladi. Men aytdim-ku, 1 bilan 5 bitta oila, x bilan l bitta oila, d bilan s bu bitta oila. Endi sizlar uchun bitta fishka, ya'ni nimadan boshlaysizlar? Nimadan boshlaysizlar? Sanashda, o'tkazishda qanday boshlaysizlar? O'tkazishda oilalarni ajratib chiqasizlar. Tamom, oilalarni ajratib chiqasizlar. Mana bu yerda misol ishladik-ku. Qaysi misol ishladik? Misol, mana bu son 214 da, shuni teskarisi deylik, mana shu yerda teskarisini ishlaymiz endi. Mana eris qilaylik. Mana bu ketyapti va mana bu ikkovini o'tkazaylik. Mana ikkita misol turibdi, tayyor. Shuni nima qilamiz endi? Qoida qilamiz, qoida. Ya'ni oilalarni ajratib chiqaman. 1 bilan 5 bitta oilami? Ha, oila. Ikkovini ajrata olaman. X bu oilaga tegishli emas-da, bu boshqa oilani vakili. Bu qaysi bilan bu keladi bu? L bilan keladi bu. Demak, yonida L ham yo'q. Demak, S buni oilasi bo'lmagan, buni o'zini ajratib olaman. Mana bu S'lar bitta oila ikkovi. 3 ta bo'lsa ham bo'ldi. Oila, qoida oila. Ustozlar, qoida oila. Tamam. Endi shuni o'tkazib qo'yaman. Bu 4, bu 10, qo'shaman, bu 200. Demak, 214 bo'ldi. Mana buni ajratinglar ustozlar. Qaysi bilan qaysi birga keladi mana shu yerda hozir. Mikrofonni yoninglar bitta fishka nima olib, feedback olib. Oxirida 8 bo'ldi. bilan 8. Va bir birga bo'ladimi? X va mana bu bo'ladimi? Yo'q, 5. Yo'q. 3 ta 1. Yo'q, chunki X bu oilaga tegishli. Mana bu bitta oila bo'ladi. X'lar bitta oila bo'ladi. D bilan S bitta oila, to'g'rimi? Chunki D yuzlilar xonasida-da, mana ikkovi bitta oila bo'ladi. Qoida oila bo'ldi, shuni o'tkazib qo'yasizlar. D bilan S nechini beradi? 500, 600 ni beradi. X bu 20 ni beradi. Qo'shaman nechini? 8 ni beradi. Demak, 628. Ustozlar, tushunlaymi fishkani? Fishka bu oila, tamom, teskariga o'tishda. Ikkili nima Rim arab raqamlaridan Rim raqamlariga o'tishga qoida bu 1li, 10li, 100li xonasiga ajratib olish. O'ngdan yo chapdan. Kim tushunmadi hozir mana Rim raqam arab raqamlar. Menimcha ma'lumotga ega bo'layni. Tushunarli bo'ldi, ustozlar. Ustozlar, endi bunday qilamiz. Eksahot dars bo'ldi, menimcha kech bo'ldi. Bugungi g'oyamizda sanoq sistemani qo'shish bilan ayirishni ham o'taymikan, o'tmaymikan degan nimam bor edi. Menimcha o'tmaganim ma'qul edi, chunki qo'shish bilan ayirish umuman boshqachada. Bugungi sanash bilan mana nimani aralashtirib yuborgani uchun hozir uni ham 20 minut o'tib bersam bo'ladi, muammo emas, lekin keyingi bitta bo'lim darsda o'tganimiz yaxshiroq. Chunki mana shu bo'yicha alohida topshiriqlar beraman. Yetarli, chunki qo'shishlar ular boshqa oilaga mansub bo'lgani uchun qo'shishni o'tmayman. Mali o'ylasam yetarli bo'ldi, chunki nollar bor. Shuning uchun hozir 5 daqiqa muhokama qilamiz. Va keyingi darsda arifmetik amallarga o'tib ketamiz. O'zi aslida ham to'g'ri, chunki arifmetik amallarni o'tmaganim yaxshiroq edi, o'tmayman. U bo'yicha alohida sveji kalla kerak menimcha. Bugungi rejam shundan iborat edi. Maqsadga erisha oldimmi, erisha olmadimmi, hozir mas'uliyatligi uy vazifalarimdan bilib boraman. Ustozlar, feedback olaman, ya'ni nima tushunarli bo'ldi, tushunarli bo'lmadi. Bugunga yetarli, juda ham yaxshi ma'lumotlar. Videoni bir tezlatib ko'rasizlar. Zapis tashlab qo'yaman. Va shu bo'yicha uyga vazifa tashlayman. Ertaga tashlayman. Obeddan keyin bugun yetarli, chunki uy vazifasini men bloklashtirib chiqishim kerak. Men uy vazifasini o'tgan narsalarimdan terib chiqaman-da, misol tuzib chiqaman o'zim. Shuning uchun bugun Rim raqamlaridan o'tish, Rim raqamlaridan arabga, arabdan Rimga va sanash haqida gaplashdik, to'g'rimi? Va sanoq sistemalaridagi sonni topish bo'yicha, shular bo'yicha uy vazifa tashlayman. Sizlar
dushanba yo seshanbaga keyingi dars bo'ladi. Yakshanba kuni xudo xolsa 1,5 soat 1 soat keyin gaplashamiz. Ustozlar, Hasanboy mikrofonni yoqing degan ustozni mikrofonini qo'lini yoqib ko'rsating. Kimda savol bo'lsa 5 minut gaplashaylik. Assalomu 5 alaykum minut. ustoz. Javlonbek Rasulov so'rayapti, hozir qidiryapman. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Domla sanashga o'tindi ikkili sanoq sistemasiga, agar tushunilmagan bo'lsa. Hozir shu yerda men tushunmay qoldimmi yo xato tushunib qoldimmi? Sanashda mana aytyapsiz, sonni topib bering, raqamni topib bering deyapsiz, to'g'rimi? Hozir ikkili sanoq sistemasida 8000 bo'ladimi shunda? Yo men xato aytyapmanmi? 8-son 1000 bo'ladi. Hozir endi 8-son 1000 bo'lsa, Yo'q, 8-son. raqam. To'xtang. 8-son mana bu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hozir to'xtang, bitta 101, 110, 100, 11, 100, 101, 110, 111. Ha, 9-son 1000 bo'ladi. 9-son bu 0. Ha? Hozir misollar bilan keltirdingiz, masalan, ali ikkili sanoq sistemasida qanaqa son sanadi, nima ketma-ketlikda yozdi. Shunda siz masalan misol qilib aytdingiz, mana sonni topib bering dedingiz. Shu vaqtda biz 0 kiritmasdan 1 dan boshlab sanab ketamizmi? Ha, ustozlar, ha. Unda o'zi aytadi, ali deydi, ikkili sanoq sistemasida 1 dan boshlab yozib ketdi deydi. Unda 8-son mana undan buni birinchi son bo'ladi. 2, tushundingizmi? Lekin 0 dan boshlab desa 8 bo'lib qoladi. Lekin odatda 1 dan boshlab deydi. Siz zo'r savol berdingiz. Mana bu 0 ni olinmaydi odatda. Sanashda 1 dan ketiladi ko'proq holatlarda. Hali birin-ketinlik bo'lgani uchun mana bu 111 7 ni beradi. Bu hali mantiqda o'tamiz. O'zi aytadi, ali deydi, 1 dan boshlab deydi. 1 dan boshlab deydi. Shunda 1, 10, 11 100 101 bo'ladi. Shunda birinchi shunaqa bo'ladi. Mana 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi son bu, mana bu 5-chi son bo'ladi. Tushuntira oldimmi hozir? Men savol tushuntira oldingiz, faqat shu sanash bilan sonni o'zini haqiqiy nimasida jicha chalg'ib qolamiz ekan, agar haqiqatda. Shunaqa bor. Unda aytadi, 8-son nechi deydi, unda 0 ni hisobga olamiz, olmaydigan narsa bor. 0 aslida bor obyektda, shuning uchun 0 ga chalg'imasligingiz uchun savollarda 1 dan boshlab yo 2 dan boshlab boshi bor, startni berib ketadi. Startni bermasa xato bo'ladi, 0 ni olaymi, olmaymi deydi. Chunki matematikada shu yerda mavhumlik bor, rosa tortishga mashmul. 0 ni olamizmi, olmaymizmi sanashda degan savol bor, lekin tarkibida bor-ku 0 dan boshlashga majburmiz. Lekin 0 yo'q son-ku. Biz sanashda nima deydi? 0, 1, 2 deb ketmaymiz-ku matematikada. Nimaga 8 da 0, 1 ketyapti? Shunday muhokamali son bor. Shuning uchun 0 odatda olinmaydi. Men endi umumiy tushuncha berdim, o'shuning uchun startini berib ketadi. 0, 1 dan boshlab deb ketishi aniq. Rahmat, tushunarli. Zo'r savol, ustoz. Bu rosa muhokama qilgan savolimiz. Yana nima savollar, ustozlar? Menimcha tushunarli bo'ldi shekilli, xudo xolasa, soddalashtirilgan. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Domla, Excelda ham alfabet bor-ku. Hop. O'shani Excel darsida o'tasizmi yoki shuni bir so'ramoqchi edim. Misol uchun A dan oxirgi harf bor-ku, shunga faqat keyingi nimalar A qo'shilib ketadi. Ustoz, o'shanda Excel darsimiz kelganda yachekani nusxa ko'chirish degani bor-da, nusxa ko'chirish bo'limida aslini yodlattiraman men sizlarga. A, B, S, D, E, F, G bor-ku alfabet. Uni yodlashga majbursizlar. Hali A keladi, A, B keladi. U Excel bo'limida o'tamiz uni. Keyin mantiqda ham bor. Bu sanoq sistemi. Oxirgi alfabet bor-ku, misol uchun Z gacha. Keyin ham o'sha yerda bor harflar ishlatiladi, raqamlar ishlatilmaydi. Excelda faqat raqam. U Excelda o'sha stroka nimada
ustunda harflar, qatorda raqamlar bo'ladi. Ustunda A'lar tugagandan keyin 26 dan keyin 27-ustun AA bo'ladi. Ha. Faqat Bu harflar. Excelda. Keyin domla Harflar. U Excel boshqa narsa. Hozir chalg'imen Excelda boshqa. U Excel tartib boshqacha. Uni keyin gaplashamiz. domla keyin o'tgan safargi guruhingizga ham qatnashgandimda misollar bergansiz sanoq sistemadan. O'shanda men ba'zi misollar chiqara olmadim. Shularni ham nima qiling, bering misol qilib keyin domla o'shanda ham 0 dan boshlamasdan birdan sanab ketganmisiz? Ha, yo'q, 0 ni ham tushuntirib ketganman. Sanashda asosan 1 dan ketiladi-da, 1 2 3 deb ketiladi. Chunki 0 demaysiz-ku, misol 0-ochir degan narsa yo'q-ku. Lekin 0 obyekt sifatida qaraladi, lekin sana sifatida qaralmaydi. Shuning uchun misol berayotganda o'sha 1 ni inobatga, 0 ni inobatga olinmaydi aslida. Bo'ldi, o'shanda chiqara olmadim-da. Ha, bu muhokama holati bor. Ertaga xudo xolasa uyga vazifada ko'rasizlar shu masalalar tushunadi. Shu 16likni qaytadan tushuntirsin deb ustoz so'rayapti. Ichkada ham yozgan edi. 16likni 16 ilojisi bo'lsa. 16likni sanash haqida gap ketyaptimi? Aniq savol yozmadi, shu 16likni qayta tushuntirib bersin. Ichkada ham yozgan edi, chatda ham yozyapti. 16likda 9 ta raqam tugagandan keyin 9 ta tugab qoladi-yu, shundan keyin men 10 qila olmayman. Chunki 10 yozsam 1 bilan 0 takrorlanib qoladi, shuning uchun alfabetdan foydalanaman. Ya'ni belgi tugab qoladi-da menda. Chunki arab raqamlarda 10 ta belgi bor-da, 0 dan 9 gacha 10 ta belgi bor. 9 tugagandan keyin men alfabetga e'tibor beraman. A, B, S, D, E, F qilaman-da, shu 16 ta belgi qilib olaman. Ya'ni 16 lik sanoq sistemasi degani 16 ta belgisi bor sanoq sistema degani. 10 lik sanoq sistemasiga 10 lik sanoq sistemasiga menga yetarli 10 ta arab raqamlarida. 10 ta bor-da o'zi 0 dan 9 gacha. Lekin 10 dan uyog'iga meni nimam yetmay qoladi-da, belgim. Belgim yetmay qolgani uchun men ingliz harflariga murojaat qilaman. Ingliz harflari orqali ishlataman. Ya'ni 10-element, 11-element bu A, B, S, D, E, F dan foydalanaman va sanashda xuddi shuni yana kopiya qilib yozib olaman-da, keyin mana 1 ni qo'shaman, keyingisiga 2 ni, keyingisiga 3 ni qo'shib sanab ketaveraman. Bu obyekt haqida gap ketyapti. Endi muhokama chat gruppasi bo'ladi, o'sha gruppasida muhokama qilib shu misollarni bemalol chat ochiq. Hozir nimani yoqib qo'yaman, gruppadagi nimani o'chirib qo'yganman, haligi eski profilni. Hozir u profilni yoqib qo'yaman, o'sha yerda sizlar yana muhokama qilaverasizlar. Ustozlar, yana nima savollar? Tushunarli menimcha. Bugungi rejamiz shundan iborat edi. Inshaalloh damni yaxshi olinglar. Ertagacha bemalol maktabdagi darslaringni qilinglar, ishlaringni ertaga ish kuni menimcha ishga chiqib bemalol xotirjam kalla bilan ish qilinglar. Ertaga obeddan keyinga men soat shomdan oldinroq yoki kechki paytga uy vazifasi tashlayman. Uy vazifasini yechib, kechqurunda bemalol sizlar yana chatda muhokama qilasizlar. Soat 7 yo 8 da chatni ham yoqib qo'yaman, ovozli chatni. Xuddi shunaqa qilib hammani mikrofoni yoniq bo'ladi-da. Men bu guruh rahbarlarini ertaga men tayinlab qo'yaman. O'sha nimani muhokama qilib ishlaysizlar, misollarni, uyga vazifalarni va bugungi darsga tushunmagan joylarni yana ham mustahkamlab, keyingi darsgacha mana shu bo'limda ichida yashaylar. Boshqa bo'lim ko'rmanglar ustozlar. Hech qanaqa boshqa testga ham hech kim kirmasin. Boshqa kitoblarga ham murojaat qilmanglar. Bo'l, tamom. Hozir tamom, hadi bo'y. Ertaga vaqt bo'lsa qayta ko'ravering. Tasbihni olib, takror qilib yurgan yo'lingizda. Takror qilib yuringlar. Ertaga kechgan uyga vazifa bitta ishlasangiz yana mukammal bo'lasiz. Keyin chatda muhokama qilsangiz yana mukammal bo'lasiz va sanoq sistema bo'limi tugagandan keyin men yana blok test beraman. Aralash. Misol qo'shish, ayirish, aralash, qo'shib 3 marta. Oxirida yana qaytamiz. Qaytaveramiz, aralash bo'lganda xudo xolsa siz asosiy tayyor bo'lasiz. Men aytgan ishlarni qilinglar, bo'ldi. U yog'i sizlarga dars o'tib berish mendan. Sizlarga vazifa, buni videoni ertaga yana bitta vaqtingiz bo'lsa ko'ring, tushungan bo'lsangiz ko'rish shart emas. Biladiganlar shart emas, boshqa ish qilib yuravering. Uyga vazifani kutinglar, vazifani lekin hamma bajarsin. Men oliyman, men bajarman demanglar. Tayyor PDF variantda bo'ladi. Istasangiz qog'ozga chiqarib, javobi o'ziga yoziladigan. Shunaqa zo'r qilib tayyorlayapman. O'zida yozadigan qismi bor. Birinchi savol tagida misol ishlaydigan joychasi bor. O'sha yerga bemalol ishlab, ruchkada va daftari ham o'zi bilan. To'plab familiyasini birinchi dars to'plab boraverasizlar. Oxirida bunday broshura bo'ladi-da.
sizga hali darsimiz to'planib ketadi-da, bemalol ishlab ketasizlar. Qolaganlar agar printer imkoniyati yo'qlar, menimcha bor, informatika printer imkoniyati bor. Printer imkoniyati yo'qlar bo'lsa, o'sha ekrandan ko'rib, bitta daftarga ishlab ketaverasizlar. Daftarga ishlayverasizlar, ekrandan ko'rib daftarga ishlaysiz. Chiqarish imkoniyati bilan chiqarib oling-da, shunaqa ishlayverasiz. Ertaga kechgacha men bu vazifani taxlab tashlayman. Taklab qo'yganman o'zi, lekin uni ichidan yana qo'shadigan, ayiradiganim bor. Bugungi darsdan o'tganlarim bo'yicha urg'u beraman. Hammaga rahmat. Bugungi dars yetarli. Ustozlar, yaxshimi? Tushunarli bo'ldi, xudo xohlasa. Rahmat ustoz, juda zo'r dars bo'ldi. Shu, mana shunaqa darsimiz shunaqa sodda mana-da. Bir dunyo narsa o'rganib, bittasini tushunganing yaxshimi? Ikki dona narsa o'rganib, ikkovini to'liq tushunganing yaxshimi? Savol sizlarga. Oz-ozdan tushunganimiz yaxshi. Hozir tushundilarmi ustozlar? Labbi ustoz eshitaman. Savolim bor edi ustoz, 16lik sanoq sistemasida. Ana bering-da savolni ustoz. Bitta savolim bor edi, esimdan chiqib ketdi, rosa qo'l ko'tardim, javob berishmadi. 110 F keyin butun AF bu yozilmaydi degan edingiz. Ha? 110 F butun AF soni 16likda deb. Hozir. Mana. Mana bu haqida gapiryapsizmi? Ha, mana 11-10 ana shu. Bu sonni yozib bo'ladi-ku ustoz. Bo'ladi. Mana 11-10 bu bor son. Mana bu 11 ni B deb o'ylamanglar deyapman. Tushunyapsizlarmi? B ni mana men savol berishim mumkin. Misol B og'zaki savol beraman-da sizga. B A ni yozib bering desam, ustoz 11-10 deb yozib bermang deyapman. Tushundingizmi? Bu 11-10 B A emas degani haqida gapirdim men. Tushundingizmi hozir? Ha, tushunarli. 11-10 demang deb men tushuntirishni o'tirib ketman shekilli. Misol uchun men sizga og'zaki aytaman-da, men 16 sanoq sistemasida A S ni yozib bering desam, A 10 edi, S misol uchun 12 edi deb yozib 16 qilib qo'y. Mana shu desa bu A sini bermaydi bu. Shu haqida gapirdim men. Tushundingizmi menimcha savolga? Bu bor, 10-10 bor, 11-10 bor. Bu B A emas-da bu. Bu 11-10 o'zi alohida son, bu bir-biriga teng emas degan ma'noda gapirdim. Ha, tushunarli ustoz. Ikkinchi savolim esimga kelsa so'rayman, esimdan chiqib ketdi. Ertaga chat ham bo'ladi, bemalol xudo xolisa tushunmagan. Orlanmay, uyatmanglar, so'ranglar, ertaga chat bo'ladi. Sizni nimangizda bu gruppada oliy toifali deri kelaversa, mani darajamdan yuqori ustozlar bor. Jim o'tirishadi. Nima deydi? Hali hurmat qilib, meni eshitayotganlar bor, juda ham hurmat qilgan ustozlar bu guruhda. Bemalol ertaga nima deydi? Chatda men bo'lsam bo'lmasam, maslahat. Biz bitta oilaga aylandik. Xudo xolisa assosiyatsiyaga shunaqa davom etamiz. Savollar tashlaysizlar, hozir gruppalarda ochib qo'yaman yozishlarni. Inshaalloh qolganini gaplashamiz. Rahmat ustoz. Hammaga rahmat, yaxshi dam olinglar. Hasanboy, chatda savol yo'q-a? Tushunarli bo'pti. Hasanboy, shetamiz. Shatdaman. Hozir sanoq sistemalarini so'rashyapti, endi keyingi darslarga o'tilsa kerak. Sanoq sistemalari amallarini keyingi dars. Darajasi, ildizlisi, davrlisi, qoldiqlikni o'tish, undan bunga sanoq sistemani ashetigacha boramiz. Hamma yo'qni o'rganamiz. Sodda qilib o'rganamiz hammasi. Uyga vazifani sal ertaroq tashlasin deyishyapti keyin. Ha, ertaga obeddan keyin tashlayman. Harakat qilaman. Hozir dam olsin hamma. Bo'ldi, kallaga dam ber. Hammaga tun deydi-ku, nimada darsda. Bo'ldi, hozir uyga vazifa ishlayman. Hozir tashlab qo'ysam boshlaydi, rushkan avval yo'q, kerak emas menga. Erta vaqtingiz bor. Keyingi dushanba, seshanbagacha vaqtingiz bor bemalol. Ertaga tashlayman, 2 kun ishlayverasiz bemalol. Hammaga rahmat. Yaxshi dam olinglar. Ertagacha